Abu Lahabni bilasizlar, ha? Uni obro'si, moli dunyosi, bola chaqasi endi unga foyda berma. Vabo kasali bilan o'ldi. Chunki doim payg'ambarimizga nima qilib yurgan? Ozor berib yurgan. Oxiri eng yaxshi ko'rgan o'g'illari ham qo'li bilan ish olmasdan chuqurni kavlab olib yog'ochlar bilan cho'g'ib qo'ygan. Ana endi ular sayaslana rondatalahab yaqinda bular do'zaxga kiradi orqasidagi o'tini bilan. Va muroatu degani ayoli. Nimaga? Ayollarning orasida payg'ambarimizni yomonlab yuradi. G'iybat qilib yuradi, chaqimchilik qilib yuradi. Muhammad manaqa deyapti, anaqa deyapti, chunki qarindoshi yo'q. Shuning uchun Xudo saqlasin, kim dunyoda chaqimchi bo'lsa, g'iybatchi bo'lsa, erkaklar bo'lsa Abu Lahab bilan, ayollar bo'lsa uni ayoli bilan jahannamga. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Mana ko'rishgan kunimizdan tortib nima deyapmiz? Tilni ehtiyot qilaylik. Biz g'iybat qilgan sarimiz har bir og'zimizdan chiqayotgan gapimizga qabul qilingan amalimiz g'iybat qilinayotganga o'tib ketadi. Shunaqa yomon amal, qarang. Xudo o'g'rini ham kechiradi. Qimorvozni ham kechiradi, aroqxo'rni ham kechiradi. Hamma gunohkorni kechiradi. G'iybatchini kechirmaydi. Sen to'xta der ekan. Avval g'iybat qilingan odamni rozi qil, keyin seni kechiraman dedi. Juda og'ir gunoh ekanda. O'g'irlikdan ham, kerak bo'lsa zinodan ham, nima? Hamma gunohdan eng og'iri nima ekan? G'iybat. Chunki ular tavba qilsa o'z o'rnida kechirar ekan. G'iybatchi shunday kelar ekanda, ey birodarlar yoki oshna, men sizni kecha 10 ta odamning orasida g'iybat qilib qo'ydim desa, bu kechirdim desa, keyin Xudo kelar. Bo'lmasa, qiyin. Bo'lmasa og'zimizdan chiqayotgan har bir gapimizga amalimiz xuddi haligi plastikdan o'tgandek naringa nima bo'lib turadi. Shuning uchun mana ulug' joylarda yuribmiz. Ka'bani ko'rib keldik. Endi payg'ambarimiz alayhisalomda yurtimizga borgandan keyin ham